Assalomu alaykum hammaga. YouTube kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Bu videodan ko'rishdan oldin o'zbekistonlik Tayson o'zini oktagonda tushgan videosini ko'rib o'tiribdi. Xursand bo'lib, u put oshgan deb do'stlar. Do'stlar, Tayson u put oshgan, oshmaganligini kommentariya yozib ketinglar do'stlar. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Hammanglar hurmatli do'stlar. O'zbekiston olg'a. Zo'rcha jangimni ko'rib o'tiribman akalar. Jangimni ko'rib o'tiribman men. Bular tirishtiqar u bilan opit oshibdi. Bu bolani opiti oshibdi akalar. Opit oshganda o'zi ko'ryapsizmi tirishtiqar edi. Tirishtiqar opit oshganda qochish degan narsa yo'q. Orqaga qaytish degan narsa yo'q. Opit ochgan. Opit oshganda bu bolada qara. Qara. Opit oshgan o'zi. Qara. Uydariydi qaytmaydi. Qara. Opit oshgan bu bolada. Turishni qaranglar. Ayni Conor McGregor Habiblarga o'xshab turibdi-da, qara bu bolani turishini. Opiti oshgan bu bolani. Ha. O'zi Conor McGregor Habib Nurmagomedovlarga o'xshab urishyapti-da. Mana shu yerga chichib yordi-da. Mana shu yerga hozir qana chichib yordi. Yaxshigan urishyapti-da. Mana shu bola yaxshigan urishyapti, mana shu yerda chichib yordi.